Barchaga salom do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bu men Golem aka. Qishloq aytish bo'yicha kechagina qishlog'imizga yozib kelib, qishloqining uyini portlatib tashabdi va menga uyimni ta'mirlab ber dedi. Sababi unda kreativ rejimi yo'q va menimcha daraxtlarni, betonlarni chopish ham u uchun muammo bo'lsa kerak. Ha mayli, biz unga nachora yordam berishimiz kerak. Axir u meni menimcha mana bu qishloqning uyimida nima? Mana bu yerda temir ham bor ekan. Demak, qishloqi o'zining uyini pastida temir va ko'mirlar saqlab o'tirgan ekan bola paqir. Mana ko'rib turganingizdek kreativ rejimiga ham o'tib oldik. Endi esa navbat qishloqining uyini to'g'irlashga. Birinchi bo'lim mana bu o'shqchak bulutlarni sizga ajoyib g'aroyib uy qilib beramiz. Endi esa yashil masali o't va mana bu beton. O'zimizga kerakli barcha bloklarni olishimiz kerak. Menimcha mana bu cho'tki tursa kerak. Yo mana bu. Bo'pti. Xo'p, albatta bizga daraxt ham muammo bo'lmaydi. Sababi biz kreativ rejimidamiz. U uchun sifatli o'zimizning eshikdan qo'yib oyna ichki qismlarini bo'lsa keyin hal qilamiz. Birinchi o'rinda maysali joylarda to'g'irlashimiz kerak. Biz maysalarni qo'yib bo'ldik, endi navbat qishloqining uyiga o'tamiz. Lapatga olamiz va yo'llarni to'g'irlaymiz. Sababi mayur aniq qishloqlarga xalaqit beradi. Keyin ustunda shunisi yomon. Xo'p. Birinchi bo'lim mana bu blokdan qo'yib olishimiz kerak. Mana bu daraxt. To'g'ri, mana shunday tikka qilib qo'ysak, uy menimcha chiroyliroq chiqadi. Hoy qishloq salmonroqqa borib tursin, shuni quravermas, sen qarab turishing shart emas. Sening uy hammadan ajralib turish uchun men senga ikkita eshik qilib beraman. Bu akfa bu. Nima ekan bu deb o'ylanib yurma. Qilib qo'yish anchagina muammo bo'ladi. Shu sababdan ham yotqizib qilishga qaror qildim. Ichida so'kinyaptimi qishloqi? Gapirmasdan tez-tez ishini qil deyapti. Ay, mana yonlariga qo'yilib ketishni yomon ko'raman-da. Pastini esa qanday blokdan qilishdi, menimcha bildingiz.
qaysalarda portlab ketgan joylarda to'liq qamanib, ish qilib qishloqni uyi pastga cho'kib qolmasa bo'ldi. Keyin yana g'alaba qiladi. Uyini qaytadan qiladi. Lekin jicha chidab tursa bo'ladi. Komandalar ishlatgan bo'lasiz, lekin oddiy Minecraftda komanda yo'q. Bo'lishi mumkin, lekin hech qaramaganman. Boshlanishki chakka emas. Ha, qishloqqa senga uying yoqyaptimi? Qo'y, axir sen uyni bitkazmabsan-ku. Tayyor bo'lsin, keyin aytaman. Ha, bo'pti, men qurilishni o'tay. Qishloq aytishni yo'q, to'xta. Mana bu yerda o'tiraylik. Hop, bu boshqa gap. Qishloqqa eshik adashtirib qo'ymoqchi. Hop, mana bu yerda va ana. Gapirib meni ishdan qo'yapsan qishloqqa. Mana bu tomon katta, mana bu tomon kichkina bo'lib. Sen o'zing aytding-ku, menga shu ham bo'laveradi deb. Men shu ham bo'laveradi degan gaping meni xayolimni soldirdi. Shu sababdan ham qiyshon ish qilib qo'ydim oldindan uzr. Nimaga uzr deyapman? Axir uzr. Videoni boshida aytish esimdan chiqib qolibdi. Qishlog'imizga yo'q kelganda men qishloqda emas edim, ta'tilda edim. Biroz dam olib kelay deb Shveysariyalarga ketgan edim. Uyni tomini yopamiz. Mana bu yerga hammani bunga baqirib qo'ymas albatta. Uning uyi sal bezatilib turishi uchun uni tomini zinadan qilaman. Zina emas o'zi. Stol desa ham bo'ladi. Stol sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Tom sifatida. Boshqa qishloqlarning uyi ham xuddi shunday. Faqat men qilayotgan rangda emas. Nima sen Enderman? Axir sen End portali emasmisan? Endlik emas. Hay, nima shuncha yomon ko'raman-da.
Qishloqining uyi har narsaga ham portlab ketmasligi uchun men ustiga suv quyib qo'yaman. Suv nimaga kerak? Mayli, tamom. Qishloq ko'rinmayapti. Menimcha u qo'shnilardan birini uyiga kirib ketgandir. Shunisini ham to'g'ri qilibdi, lekin bu yerni yopamiz. Va uy tayyor emas. Uni ichki jihozlarini ham qilib berishimiz kerak. Qishloqi uchun o'zimni uyimning ilhomlangan holda mana bunday qilib beraman. Mana bundan terstak, pechka, divan nimaga olamayapti? Va kitobxona. Javon va axir bitta divan ham yetadi unga. Pechka, verstak, pechka va sehrlagichmi, enchigim kabel xulosashi. Menimcha qishloqining uyi biroz jihozlanmadi-yu, lekin chidasa bo'ladi. Sandiqni mayga qo'ysak bo'lar-a? Endi ochilibdi. Endi biz unga turli xil sovg'alar qilib qo'yishimiz ham kerak. Bug'doy, turli xil bug'doylar. Mabodo dushmanlar kelib qolsa, oltin olma, stek va shu kabi unga kerak bo'ladigan qilichni ham. Qilich albatta 100% o'yinchilarga kerak bo'ladi. 64 ta. Barchasida 64 ta qilamiz, faqat qilichdan tashqari. Ana tayyor. Qishloqi buguncha qo'shnisinikida uxlab olsin. Ertaga gaplashamiz u bilan. Biz ham uyimizga kirib mizg'ib olishimiz kerak. Sababi nima? Qahramonlik ham qo'ydimi mana? Qishloqlar hozircha bezovta bo'lyapti. Barchasi meni qo'limda. Shuni takrorlashma. Qishloqi uying tayyor bo'ldi. Meni uyimga kirib olibdi, qo'shnisiniki emas. Bekar qilibman mana bu. Uxlayotganimda ham xalaq beradi. Qishloq. Menimcha u o'z uyini ko'rishga ketgan bo'lishi mumkin. Qishloqi? Ha, shu yerda mening qishloq senga uying yoqdimi? Ha, uy zo'r chiqibdi, lekin obunachilaringga-chi yoqdimi? Ular o'zlarining fikrini albatta izohlarda yozadi. Xo'sh, sizga-chi do'stlar? Qurgan uyimiz yoqdimi? O'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring.